Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhuma desak ham bo'ladi. Otasi ham o'zlari ham sahoba. Sahoba degani suhbat degan so'zdan olingan. Ataylab mana shu mavzuni tanlaganligimiz sababi suhbat. Jabir roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan suhbat qildilar. Esinglarda bo'lsa. Va mana shu suhbatning davomini hozir aytib bermoqchimiz. As-suhbata ya Rasululloh degan. Abu Bakr Siddiq hijratga chiqib ketayotgan vaqtlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijratga ketayotganlarida as-suhbata ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, suhbat birga bo'laylik dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mayli birga bo'laylik dedi. Xuddi shuni singari Jabir roziyallohu anhu ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda as-suhba dedi. Gaplashaylik, suhbatlashaylik dedi. Oldingi o'sha kechagi kunga aytganimizni eslaydigan bo'lsak, tuyasini Jabir roziyallohu anhu tuyasini yurgiza olmasdan yangi uylanganligi esiga tushib uyiga shoshilib ketayotgan edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda asa an takrahu shay'an, ba'zan sizlarga nimadir yomon ko'rinadi, va huwa khayrul lakum deyapti. Mana bu narsa sizlar uchun yaxshi deyapti. Va asa an tuhibbu shay'an, ba'zan sizlarga nimadir yaxshi ko'rinadi, va huwa sharrul lakum, bu narsa sizlar uchun yomon. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun deyapti. Alloh taolo biladi, sizlar bilmaysizlar. Ba'zi paytda masalan eshitgansizlar ko'pinglar, samolyotga kech qolayotgan bo'ladi, chiqishligi kerak bo'ladi. Ayni mana shu reys bilan uchib ketish kerak. Nimadir sabab bo'lib shu odam ucha olmay qoldi. Keyin samolyotning hammasi halokatga uchrab, mana shu odam tirik qoladi. Alloh subhanahu va taolo asa an takrahu shay'a, sizlarga nimadir yoqmaydi, mana bu narsa sizlar uchun yaxshi deyapti. Va asa an tuhibbu shay'a, ba'zi paytda biz hayotimizda nimadir bo'lishini xohlaymiz-da, shunday bo'lsa zo'r bo'lardi deymiz. Mana shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi deb qolamiz. Oyatning davomida Alloh taolo vallohu ya'lam, vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh taolo qaysi o'rinda yaxshilik borligini biladi. Sizlar qaysi o'rinda yaxshilik borligini bilmaysizlar deb Alloh taolo bizga aytayaptiki, attang qilib qolmasligimiz uchun ham aytayapti. Jabir roziyallohu anhu voqeasi ham xuddi shunday. Tuyasini yurmay qolganligi, hamma karvonda ortidan qolib ketganligi Jabir roziyallohu anhu uchun alam qildi. Ey yurmaysan dedi. Seni deb men orqada qolib ketdim. Nadihi suv dedi. Chopmaydigan, yurmaydigan tuya ekansan deb hatto tuyasini so'kdi. Kayfiyati buzildi. Orqada qolib ketdim degan edi. Qarang hozir mana shu hadisni faqatgina mana shu g'azotga Zatur Riqo deb aytdik. Zatur Riqo g'azotiga borganlarni kim rivoyat qilib berdi hadisni desangiz, faqat Jabir roziyallohu anhu rivoyat qilib bergan. Faqatgina Jabir roziyallohu anhu o'ziga yoqmagan narsasini Alloh taolo unga yaxshilik qilib almashtirib berdi. Birodarlar, hayotimizda ham ba'zi bir narsalarga o'ta qattiq hirs qo'yib qo'yamiz. Shunday qilishim kerak edi, mana shunday bo'lishlik kerak edi, mana shu qizga uylanmasam bo'lmadi, nimaga uylanmay qoldim degan so'z bo'lib ketadi-da ba'zan. Yaxshi bo'pti uylanmaganingiz. Ba'zan bittasini orqasidan ketib qolasiz. Shuni olishim kerak, shuni olishim kerak. Qancha satdan qilib yuribdi. Avvalda endi o'shani. Endi boshqa iloj yo'q, el yurtdan bilib qoldi uni. Shuning uchun birodarlar, bir narsaga hirs qo'yiladigan bo'lsa, o'ta qattiq orqasidan ketmaylik. Dunyoviy bo'lsa deydi. Va bir narsadan biz ajrab qolsak, o'ta qattiq attan qilmaylikki, vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. O'tgan yilgi e'tikofda biz aytib berganmiz. Haligi Misrda bo'lgan voqeani shu misol bilan Jabir roziyallohu anhu qissasiga qaytamiz inshaalloh. Misrlik e'tikofda aytib berganman, eslasanglar. O'tgan yili Misrning ikkita shayxi va falonchilar, pistonchilar katta seminar bo'lishlik uchun Sudanga borishadi. Sudanga borishadi, samolyotga chiqib ketishayotganda mana shu ikkala odamni samolyotga chiqarmaydi. Hamma chiqaversin, domlalar chiqmasin deydi. Domlalar oxirgi o'rindagi odamlar deganga o'xshab qolganda, ba'zan shunaqa bo'ladi-yu. Ba'zan
Keyin bu domlalar ham haqqini talab qilishni boshlaydi-da. Nima sababdan biz chiqmaymiz? Samolyotga chiqarasan, Allohdan qo'rq, chiqishligimiz kerak, uyga borishligimiz kerak deb biz talashdik deydi. Nimaymiz, chet eldan ikkita nozik mehmon kelib qopti. O'sha nozik mehmonlarni o'tkazib yuborish uchun domlalarni qo'yib, o'sha nozik mehmonlarni o'tkazib yuborishadi. Domla o'zi aytib beryapti buni. Oxiri chiqishdi samolyotga dedi. Ko'zimiz yonida samolyot ko'tarildi, aeroportga o'ziga tushdi. Birorta odam tirik qolmadi dedi. Domlaga, ikkita domla tirik qolibdi-da. Domlar o'lmaydi ancha-munchaga o'zi. Hammaning janozasini o'qishadi bu yerda domlalar. Buni eshigimizdan ancha-muncha kirib chiqyapmiz, avariyaning sostoyanida. Bu janoza o'qiladigan joy o'zi aslida. Shuning uchun haligi domla aytib beradi, men ichimda juda alam qildim deydi. Nimaga endi samolyotdan qolib ketyapman deb juda menga alam qildi deb. Keyin bilsam Alloh subhanahu va taolo meni saqlab qolayotgan ekan, bular o'lish kerak ekan. Men o'laman deb harakat qilibman deydi. O'lishim kerak deb harakat qilibman. Bilmaymiz u. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh taolo biladi, sizlar bilmaysizlar deydi. Hayotimizda ba'zan mana shu narsa menga juda muhim deydigan bo'lsak, uncha muhim emas bo'lsa Alloh taolo olib qo'yadi. Muhim emas narsani muhim deymiz, muhim narsani muhim emas deb qolamizda, shu bilan Alloh taolo biladi, sizlar bilmaysizlar deb bizga qoida bo'ladi inshaalloh hayotimizda o'ta qattiq attang qilib qolmaylik. Buni misoli Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhuma, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib tuyasini turg'izdi, ustiga suv sepdi, qamchisi bilan urdi. So'ngra Jabir roziyallohu anhuning tuyasi yurishligini boshladi. Aytdilarki, men tuyamni payg'ambarni tuyasiga yoki boshqa jamoatdagilarning tuyasiga yetib olishlik uchun tortayotgandim. Tuyam yurishni boshlagandan keyin endi payg'ambarning tuyasidan o'tib ketmasin deb orqaga tortishlikni boshladim dedi. As-suhbat degani inson bilan suhbatlashlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bildilar, masofa uzoq, Madinagacha hali vaqtlar ko'p, suhbatlashish kerak. Jabir roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayol masalasini biz aytib o'tdik-a, tarjimasi bilan qo'shib. Endi Jabir roziyallohu anhuning tuyasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xaridor deydi, klient bo'lyaptilar. Sotmaysanmi tuyani deydi. Sotmaysizmi dedi biz tilda. Ey Jabir, shu minib yurgan tuyangizni menga sotmaysizmi dedi. Jabir roziyallohu anhu aytdiki, hozir o'ylang endi masalan endi bunday bo'lish qiyin. Uyni sotmaysizmi, mashinani sotmaysizmi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelmaydi hozir. Lekin sahobalarda shunday baxt saodat bo'lgan ekan. Ey Jabir, tuyangizni sotmaysizmi dedi. Jabir ibn Abdullah huwa laka ya Rasululloh dedi. Ey Allohning elchisi, bu tuya sizga dedi. Bekarga olib keta olmaysiz dedi. Biz ham shunday deb olamizmi ancha-muncha? Tilda uchida menda turadi. Bekarga sizga deb olamizmi hayotda? Allohning yo'lida hadiya, sovg'a deb olamizmi? Ikkita do'st voqeasini eshitgansizlar, do'st zo'r bo'lish kerak ekan, hamma yo'l berish kerak ekan, uyim bo'lganda berardim, BMW bo'lganda berardim dedi. Do'stim xo'roz so'ymaysanmi dedi. O'zi ikkita xo'roz bo'lsa, shuni ham so'ydirasanmi dedi-yu. O'zi ikkita xo'roz bo'lsa dedi. Qarang, uyni berishga tayyor ekan. Mashinani berishga tayyor va yana bir narsalar berishga tayyor ekan. Do'stim ularni qo'y dedi. Bir tovuq sho'rma ichmaylik dedi. O'zi ikkita tavug'im bor-u dedi. Aytgan boshqa, amal qilgan boshqa-da. Sahobalarki haqiqatdan bo'lgan. Huvalaka ya Rasululloh dedi. Ey Allohning elchisi, tuya siz uchun dedi. Men sizga tuyani beraman dedi. Qala bal bi'ni dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, yo'q, Jabir sotib olmoqchiman, sotib olmoqchiman deb 3 marotaba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganligini ko'rib, Jabir roziyallohu anhu bildiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyani nima qilmoqchilar? Sotib olmoqchilar, savdo qilmoqchilar-da. Mayli ya Rasululloh dedi. Bo'lmasam siz narxini aytasiz, shu bilan kelishib qolsak sizga tuyani sotaman dedi. O'sha zamonda bu hadisni voqeani aytib bergan aytibdi, tovuq 1 dinar turar ekan. Tovuq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyanga 1 dinar beraman dedi. Ya Rasululloh dedi, bu tuya-yu bu dedi. Demak, biz savdogarlarimizdan olayotgan yoki sotayotgan odamlarimizdan bir nima chiqadiki, bir narsani narxini pastroqdan boshlab qo'ysa bo'laveradi ekan. Ya Rasululloh, bu tuya men 1 dinarga sota olmayman.
yo bekarga oling yoki sotmayman dedi. Alloh yag'firulak dinarayn dedi. Alloh seni kechirgur, 2 dinarga sotmaysan dedi. Ya Rasululloh yoki bekarga oling yoki 2 dinarga sotmayman dedi. Yana o'rtada bir tekda so'zlar bo'ldi, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir 3 dinarga nima deysan dedi. Ya Rasululloh bu juda arzon bo'lib ketyapti, qanday bo'lar ekan? Hijolat bo'lib qoldimiz. 4 dinar qanday bo'ldi Jabir? 5 dinarga xo'p deysanmi? 6 dinarga rozimisan? Har safar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh yag'firlak, Alloh seni kechirgur, 7 dinarga nima deding? Alloh mag'firat qilgur, 8 dinarga rozi bo'ldingmi? deb aytib ketaverdi. Jabir roziyallohu anhu aytadilar, shu kecha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga 19 marotaba Alloh kechirsin dedi deyapti. Ikkinchi yo'l bilan tushuntiryapti sizdan menga. Necha dinarga yetib borishdi? 19 dinarga yetib bordi. Jabir roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hurmat, ehtirom bilan 19 marotaba menga Alloh kechirgur dedi deb aytayaptilar. Ya'ni 19-marta ham Jabir 19 dinarga yetdik. Nima deysan? Rozi bo'ldingmi, yo'qmi? Deganda ya Rasululloh dedi, menda bir fikr bor dedi. Siz bir marta Alloh kechirsin desangiz o'zi kechiradi dedi. Mana 19 ta bo'ldi bu yoqda xolasa. Bir uqiyaga sotaman dedi. Chilla degani biz tilda 40 dinar degani. Chilla mashhur biz xalqda, to'g'rimi? Qishda ham chilla, yozda ham tug'sa ham, yerga tegsa ham shunga o'xshagan. Chilla 40 degani. Ya Rasululloh dedi, bir uqiyaga sotaman, ya'ni 40 dinarga sotaman. Boshqa narsadan ham gaplashaylik endi degan maqsadda. Hijolat bo'lyapti, deb narxini yo'q degani hijolat bo'lyapti. Sotib olgan ham hijolat. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Jabir, sen 40 dinarga rozi bo'ldingmi?" deganda, "Rozi bo'ldim ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sotib oldim dedi. Jabir roziyallohu anhu Madinaga minib borishlik uchun sotib yubordim dedi. Yana shart qo'yib qo'ydi. Madinagacha men minib borayin, Madinaga minib borganimizdan so'ng tuyani men sizga beraman ya Rasululloh dedi. Bo'ldi, Madinagacha sen minib borishliging mumkin dedi. Mashinaga o'xshaydi bu ham. 3 kun minib turay desa sotsak bo'ladi. Mashinani sotib uyga borib balonlarni, sidlarni almashtirib qo'yib turib qaytarib olib kelib bersa bo'lmaydi lekin. Shunday ishlar bo'lar ekan ancha-muncha. Minib turgani bo'ladi. Bishkekda sotib olsa Jalolobodga o'shga minib borgani bo'ladi. Mayli Jabir dedi, sen o'zingni tuyangda ketaver, men o'zimni tuyamda ketaveraman. Madinaga borib o'zingga kelib qolganidan keyin, ya'ni joylashib o'zingizlar kelganingizdan keyin tuyani olib kelasiz dedi. Xursand bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tuyani pulini bermadilar. Va Jabir roziyallohu anhu ham nima bo'ldi? Tuyani ustida turibdi. Bay bo'ldi xolos. Bizda hozir ba'zan kuzatilyapti, bayni qilib 250 so'm oshchasini bersa, shart bayni buzib naringa berib qo'yaveryapti. Unday bo'lmaydi birodarlar. Musulmon insonning sifati unday bo'lmaydi. 250 ming dollar berganda ham bay buzilmaydi. Agar buzilgan bo'lsa, bu kishini obro' e'tiborida, iymonida shak shubha ko'payib ketadi. Baymi bay, tamom. Hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lda davom etib ketyaptilar, tuyani voqeasi tugadi. "Ey Jabir" dedi, "ayoling seni uyda kutayotgan bo'lsa kerak ya" dedi. Yana shu mavzuga qaytib qolindi. Ya'ni Jabirni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiynayapti bir so'zlar bilan, erkalatyapti. "Menimcha" dedi, "seni ayoling namarik" deydi hadisda. Namarik degani yostiq degani, qimmatbaho bolish degani. Shunday desa bo'ladimi? Bolish desa bo'ladimi? Yostiq katta. Ayoling yostiqlarni, changlarini uyingni tashqarisiga olib chiqib, tozalab qoqiyotgan bo'lsa kerak changlarini, seni kutayotgan bo'lsa kerak dedi. Ya'ni shu yo'l bilan aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Seni ayoling qimmatbaho bolishlaringni tayyorlab turibdi dedi. Jabir roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, biznikida unaqa bolish yo'q" dedi. Biz o'zi kambag'al odam bo'lsak, faqir bo'lsak, bizda bolish nima qilsin dedi. Qimmatbaho bolishlar bizning uyimizda yo'q dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ala innaha satakunu lakumun namariq", inshaalloh kelajakda sizlarning uyinglarda qimmatbaho bolishlar bo'ladi dedi.
Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bashorat mo'jizalari. Inshaalloh kelajakda sizlarni uylaringda qimmatbaho bolishlar bo'ladi dedi. Biz Xudo xolasa Madinaga yetib olsak inshaalloh Madinaga kirishligimizdan avval bir tuyani so'yamiz. Butun Madinani ahli kutib oladi, seni ayoling ham o'zingni chiroyli qilib kutib oladi deydi. Tuya so'yildi hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamda Jabir roziyallohu anhu va Zatur Riqodan qaytgan barcha sahobalar Madina Munawvaraga yetib borishdi. Yetib borishgandan keyin Jabir roziyallohu anhu tuyasini minib uyiga ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyiga ketdi. Uyiga borishligi bilan Jabir roziyallohu anhu ayoli bilan suhbatlashar ekan. Hali yerini aytmadi endi, qizga uylanmabsan dedi, yerini aytmagan. Qolgan hamma joyini aytib bergan. Men tuyam qolib ketgan edi, mana bunday voqealar bo'lgan edi, savdolashdik, yurdik, tuyam yurishni boshladi. Hamma joylarni aytib bergandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyinga borganda baquvvat bo'lgan degan yo'lda Jabirga. Shu joyini ham aytib beradi ayoliga. Shu bilan suhbatlashadi. Tong otadi. Jabir roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga omonatni topshirishlik uchun tuyasini olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidiga boradilar. Masjidning tashqarisiga tuyani baylasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoniga kirdi. Ya Rasululloh, tuyani olib keldim dedi. Deganda Jabir roziyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib 2 rakat namoz o'qib oldi, tahiyatul masjid, keyin suhbatlashamiz dedi. Jabir aytadi roziyallohu anhu, men 2 rakat namozni o'qigunimcha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirib tashqariga chiqib tuyani atroflarida aylanib xursand bo'lib, haligi tuyani nima qilyapti? Bilolni chaqiribdi. Bilol, keling bu yoqqa. Mana bu tuyani biz sotib oldik. Endi bizni tuyamiz bo'ldi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketdi. So'ngra men chiqdim dedi. Jabir, nima bo'ldi? Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Bilolni chaqiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Bilol" dedi, Jabirga bir uqiya 40 dinar tuyasini pulini bering, vazidhu dedi. Hamda ziyodasini qo'shib bering dedi. Mana savdoni narxini juda pastdan boshlaydigan odamlar. Biz nihoyasida qo'shib beramizmi, yo'qmi? Sunnatni bu yerga amal qilsak, narigi tarafiga ham nima qilishimiz kerak? Amal qilishligimiz kerak. Jabir roziyallohu anhu xursand nimaga? 40 dinordan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyani ustiga pul qo'shib beryaptilar. Aytdiki, o'ziga qasam ichib, Allohga qasam, payg'ambar qo'shib bergan ziyodani ishlatmayman-da, uyimga qo'yib qo'yaman, baraka chaqiraman dedi. Buni yana bir eslasanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir safar hijoma qildiradilar. Qonlari to'planib qolgandan keyin hijomadan qon chiqadi. Ancha-muncha odamda chiqmaydi. O'sha qonlari chiqqandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sahobaga beradi, olib chiqib tashqariga ko'mib qo'y deydi. Bu sahoba nima qiladi? Qonni olib chiqib u-yoqqa qarab ichib qo'yadi. Qaytib kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Qonni nima qilding?" dedi. "Ichib qo'ydim" dedi. "O'zidan qon oqib turibdi." "Nimaga ichding?" dedi. "Siz qoningiz, ya'ni o'zi qon harom, umuman qo'ydi qoni ham ichilmaydi aslida, to'g'rimi? Sizni muborak jasadingizdan chiqqan qonni ichib qo'ydim, men do'zaxga tushmayman" dedi. "Xuddi shunday bo'ladi" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana xuddi shunday bo'ladi dedi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan baraka qilsa bo'ladi, narsalari bilan, sochi bilan yoki boshqa narsasi bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu 40 dinar o'zini puli, Bilol yana qo'shib bering bu kishiga dedi. Ziyodasini aytdiki, Jabir roziyallohu anhu, bu ziyodani men hech qachon ishlatmayman, uyimizga pul chaqiradi dedi. Baraka bo'ladi, uyimizda turadi dedi. Xursand bo'ldi. Pulni oldi, tuyani tashladi va Jabir roziyallohu anhu yo'lga chiqadi. Qimmatga sotdim, ziyodasini oldim, barakasini oldim. Qutulganimga shukr shu tuyadan dedi. Chunki biz hadisni boshida aytmay ketdik. Juda yomon tuya eding, men seni yomon ko'rib qoldim deb tuya bilan gaplashib o'rganda. Ko'rganmizlar, mashinalar bilan gaplashib o'rgan odamlarni. Gaplashadi, sen o'zi bunday deyoradi-yu. 20-30 qadam bosgandan keyin Bilol roziyallohu anhu chaqiradi. "Ey Jabir" dedi. "Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizni chaqiryapti" dedi. "Ish o'ldi" dedi bu.
endi tuyani qaytarib beradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyani ko'rdilar-ku. Aylanib u yoqdan buni ozginligini, boshqaligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdi. Endi o'ldi dedi. Baraka ham ketdi. 40 dinar ham ketdi. Yurmaydigan tuya yana qaytadigan bo'ldi. O'y fikr, odamga darrov gumon keladi. Qanday qilib masjidga borib qolganimni bilmay qoldim dedi. Mingta o'y fikr bizning tilda aytganda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Jabir dedi, hadisda aytdilar. Men dedi siz bilan ataylab savdolash deb o'ylaysizmi dedi. Yoki men sizni tuyangizni sotib olishlik uchun 1 dinardan boshladi deb o'ylaysizmi dedi. Tuyangiz menga kerak emas dedi. Tuyani puli ham menga kerak emas dedi. Ammo tuyani puli sizga dedi. Ziyoda qilib qo'shib bergan baraka puli ham sizga dedi. Tuyani o'zi ham sizga dedi. Uyingizga qaytarib olib boring. Tuyani pulini ishlating. Qo'shimcha pulni ham ishlating. Tuyani o'zini minib yuring. Men sizga ehson qilmoqchi edim. Savdo yo'li bilan ehson qildim. Tuyangizni qaytib o'zingiz minib keting. Bizga tuyangiz kerak emas dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir roziyallohu anhu ni iqtisodiy holati qiyinligini bilardilar. Ataylab savdolashdi. Ataylab ziyodasini qo'shib berdi. Va ataylab shunday narsa bo'ldiki, "Men senga sadaqa demadi, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiroyli yo'l bilan Jabirga nima qildi? Pul berib qo'ydilar." Uyga xursand bo'lib kelib, nima deyishni bilmasdan ayoliga "Mana bu pul, mana bu qo'shimchasi bizning tuyamizni ham qaytarib berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam." Gapira olmay qoldi, nima deymiz endi dedi. So'ngra 5 yil baraka pulni umuman ishlatmadi. 5 yildan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketadilar. Chunki aytdik 58 yoshda edi. 63 da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlar. Jabir roziyallohu anhu ning tuyasi yana hali ham o'zlari bilan birga. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan turg'izib, yurgizib qo'ygan tuya. Sotib olingan, qaytib berilgan. Endi uni sotsa bo'lmaydi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlardan keyin musulmonlarni futuhatun islamiyya deydi. Islom fathlari ko'paygan. Jabir roziyallohu anhu kunlarni birdan ko'chadan kelsa, uyida qimmatbaho bolishlar turibdi. Ochig'i keldi Jabir roziyallohu anhu ayoliga qarab, "Nima qilasiz buni?" dedi. "Namariq. Bu yaltiroq bolishlar nima qilyapti bizning uyimizda?" dedi. "Ey Jabir, esingizda yo'qmi? Payg'ambar sizlarni uyinglarga yaltiroq qimmatbaho bolishlar kiradi degan hadis esingizda yo'qmi?" dedi. "Bor olib chiqib ko'chaga tashlab, menga yaltiroq bolish kerak emas. Nima qilyapti bizning uyimizda?" deganda Jabir roziyallohu anhu aytdiki, "Ey ayoli, esingizda yo'qmi? Siz o'zingiz aytib bergansiz-ku, payg'ambar aytgan bizning uyimizda qimmatbaho bolish bo'ladi deb. Mana pulimiz bo'ldi, uyimiz bo'ldi, ko'p narsamiz bo'ldi. Men Shomdan, o'sha Kisrodan olib kelingan bolishlarni sotib oldim. Buni olib chiqmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytilgan hadisda ayni sizga aytgan" dedi. So'ngra Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning davrida Jabir roziyallohu anhu tuyani yetaklab boradi. "Ey Amirul Mu'minin" dedi. "Ey mo'minlarning amiri" dedi. "Mana bu tuya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir marotaba sotib olib menga qaytarib bergan tuya. O'zlari qo'llari bilan o'rnidan turg'izib, yurgizib qo'ygan tuya. Bu tuyani men so'ya olmayman yoki sota olmayman. Nima qilamiz?" dedi. Payg'ambarimizdan so'raylik desak, sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketganlar. Deganda Umar ibn Xattob ibil as-sadaqat deydi. Sadaqa tuyalariga qo'shinglarda cho'lga qo'yib yuboringlar deydi. Ozor ko'rmasin, bu sotilmasin, birorta odam mana bu tuyani minmasin ham, tegmasin ham dedi. Mana shu asnoda Jabir roziyallohu anhu hamda Jabir roziyallohu anhu ning tuyasi ketdi ular. Ammo ularning qissasi, tarixi siz bilan menga qiyomatgacha ibrat bo'lib qoldi. Mana shu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalariga bo'lgan bir mehribonchiligini ko'rasiz, tushunasiz. Bunda ham bundan boshqa hadislarda ham. Bil mu'minina raufur rahim deyapti.
payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam harisun alaykum, sizlarga juda hirsi baland. Bil mu'minina raufur rahim, mo'min musulmonlarga doim rahmat bilan, shafqat, mehr bilan qaraydi deyapti. Jabir roziyallohu anhuning bir joyini aytmadik hadisda. Tuyani sotib qaytib kelayotganlarida tuyasi ham bo'ldi, ehson sadaqasi ham bo'ldi, qo'shimcha 40 dinor puli ham bo'ldi. Hammasi qaytgandan keyin insonning xursandligi ko'rinib turadi-da. O'ta qattiq xursand bo'layotganligini bir yahudiy ko'rib qoladi Madinada. "Ey Jabir, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bunchalik xursandsan, buncha xursandsan, nima bo'ldi?" dedi. Deganda aytdiki, payg'ambarimiz mendan tuya sotib oldi dedi. So'ngra ustiga qo'shimcha pul beruvdi. "Mana shu tuya edi, endi tuyani o'zini ham qaytarib berdi" dedi. Haligi yahudiy, "Men ishonmayman bunday narsaga" dedi. "Sen ishonmasang mayli, bizni dinimizda shunday bo'ladi" dedi. Va bizni payg'ambarimiz xuddi shunday qiladi dedi. Sadaqaniyu, ihsonniyu, hadiyaniyu qanday qilishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yaxshi biladi deb yo'llarda davom etib ketdi. Birodarlar, ba'zi paytda men bir hadisni ko'p eslayman. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mo'jiza hadislaridan biri. Ahabbul a'mal ilalloh deydi. Alloh taologa eng suyukli amal boshqa odamlarning qalbiga xursandchilik kirgizishlik. Alloh taologa eng suyukli amal boshqa odamlarning qalbiga xursandchilik kirgizishlik. Ba'zi bir odamlarni ko'rsangiz, insonlarning qalbiga xursandchilik kirgizishlik bilan avora. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham. Ammo ba'zi odamlarni ko'rsangiz, odamlarning kayfiyatini buzishlik bilan avora. Savol: biz qayerdamiz? Bizni odamlar ko'rganda xursand bo'ladimi? Yoki bizni odamlar ko'rganda xafa bo'ladimi? Ikkinchisi, bu hadisdan olinadigan foydalar o'ta ko'p. Ikkinchisi bilan inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'xshab ihson qilinayotganda hiyla qilamizmi yoki ihsonni olib qolishlik uchun hiyla qilamizmi? Hammasi tabiiy chiqishligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam savdo qildilar-da. Bo'lmasam biz o'tganda aytdik, o'ylab ko'ring, masalan, biladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu tuyani olgani yo'q, sotib olgani yo'q. Masjiddan chiqib, sen 2 rakat namoz o'qib tur, men hozir ko'ray deb Bilolni chaqirib, qarang Bilol zo'r tuya ekanmi? Yaxshi tuya ekan, shuni oldim demang, 40 dinorga oldim Bilol, sal arzon oldim shekilli. Ustiga qo'shib bering, ziyodasini ham berib qo'ying deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'xshatyapti. Tabiiy chiqishligi uchun. Boshidan bilgan tuyani olmasligini. Jabirga yordam berishlik kerakligini bilgan. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishiga qaramay, yoshi katta bo'lishiga qaramasdan haligi odamni ko'yiniga kelib qolmasin deb chiroyli yo'l bilan nima qilyaptilar? Muomala qilyaptilar. Shuning uchun aytibdilar-da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Innama bu'istul yutammima makarimal axloq." Xulq, odob, axloqlarni tamomiy go'zal qilishlik uchun keldim deb. Axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.